Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya ish va'dasi bilan Peru fuqarolarini urushga yo'llamoqda. NATO Rossiyadan xavotirda. Yashil odamchilar tashlanishi mumkin. Turkiyada otasi Trump ekanini da'vo qilgan ayol u bilan uchrashuv o'tkazishni so'radi. Ukraina o'z qahramonlarini o'zi tanlaydi. Zelenskiydan keskin bayonot. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Rossiya ish va'dasi bilan Peru fuqarolarini urushga yo'llamoqda. Rossiyaga ishlash va'dasi bilan yo'llangan yuzlab Peru fuqarosi Ukrainadagi urushga jalb etildi. Bu haqda jabrlanuvchilarning oilalariga tayanib CNN xabar berdi. Rossiyalik yo'lovchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali Peruning kambag'al qatlamlari orasidan odamlarni qidirmoqda. Erkaklarga front ortida qo'riqchi yoki oshpaz bo'lib ishlash taklif etiladi. Ularga shartnoma imzolangani uchun $20,000 miqdorida bir martalik mukofot puli, $4,000 oylik maosh va Rossiya fuqaroligini olish imkoniyati va'da qilinadi. Biroq Rossiyaga kelgach vaziyat tubdan o'zgaradi. Yaqinlari va yo'llanganlarning so'zlariga ko'ra, ularning telefonlari olib qo'yilib tarjimasiz rus tilidagi harbiy shartnomalarni imzolashga majburlanadi. Erkaklar minimal tayyorgarlikdan so'ng Ukrainaga qarshi urushga yuboriladi. Peruliklar va'da qilingan pullar o'rniga oziq-ovqat va dori-darmon yetishmovchiligi, Rossiya qo'mondonligining jazolari hamda Ukraina dronlarining doimiy hujumlariga duch kelmoqda. Qarindoshlarning ta'kidlashicha, ulardan shunchaki zambarak go'shti sifatida foydalanilmoqda. Peru prokuraturasi odam savdosi holati bo'yicha allaqachon tergov boshlagan. Hozircha yaqinlari urushda ishtirok etish uchun aldov yo'li bilan Perudan olib ketilgan oilalardan 30 dan ortiq rasmiy shikoyat kelib tushgan. Huquqshunoslar hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya armiyasi safida kamida 800 nafar Peru fuqarosi jang qilayotgan bo'lishi mumkin. Peru Tashqi ishlar vazirligi Moskvaga o'z fuqarolari haqida ma'lumot berish va ularni zudlik bilan qaytarishni talab qilib, 250 ga yaqin rasmiy so'rov yuborgan. Biroq vazirlik o'z imkoniyatlari juda cheklanganini tan oladi. Chunki peruliklar Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnomalarni o'z xohishi bilan imzolagan va ularni jangovar harakatlar hududidan olib chiqishning deyarli imkoni yo'q. 2026-yil holatiga ko'ra 12,666 nafar Markaziy Osiyolik Rossiya armiyasi tarkibida Ukrainaga qarshi jang qilmoqda. Ular orasida O'zbekiston 4853 nafar fuqarosi bilan yetakchilik qilmoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasiga ko'ra, harbiy harakatlarda qatnashish uchun yo'llanish 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etishga sabab bo'ladi. Urushga odamlarni yo'llash, ularni o'qitish va ulardan harbiy harakatlarda foydalanish 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishga olib keladi. NATO Rossiyadan xavotirda. Yashil odamchilar tashlanishi mumkin. Ukrainaga qarshi urushda muvaffaqiyatga erisha olmayotgan Rossiya Federatsiyasi NATO davlatlariga nisbatan provokatsion harakat sodir etib, vaziyatni izdan chiqarishi mumkin. Bu haqda Polsha razvedka idorasi rahbari Pavel Shota ma'lum qildi. Biz Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarni, jumladan urush Rossiya uchun muvaffaqiyatsiz kechayotganini ko'rib turibmiz. Bu esa Moskvaning yanada kengroq eskalatsiyaga qo'l urish mumkinligi borasida xavotir uyg'otadi, deydi polkovnik Pavel Shota. Polsha josuslik idorasi rahbarining fikricha, Rossiyaning Boltiq bo'yi mamlakatlariga kichik miqyosdagi hujumi yashil odamchilarning desant sifatida tashlanishi tarzida bo'lishi mumkin. Rossiya qurolli kuchlariga nisbatan ishlatiladigan ushbu ibora 2014-yilda Qrim anneksiyasidan keyin paydo bo'lgan bo'lib, u farqlovchi belgilari bo'lmagan kiyimdagi Rossiya harbiy xizmatchilarini anglatadi. Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiy ham bir necha kun avval Rossiya armiyasi tomonidan begona bayroq ostida operatsiya o'tkazilishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Biz Putinga uning rejalaridan xabardor ekanimiz, uning tuzog'iga tushmasligimiz, bu mutlaqo qabul qilib bo'lmas holat ekani va NATO hududining har bir qarichini himoya qilishimizni yetkazishimiz kerak, deb ta'kidlagan edi Polsha bosh diplomati CBS telekanaliga bergan intervyusida. So'nggi vaqtlarda Rossiya va NATO o'rtasidagi taranglik tobora kuchaymoqda. Kreml Rossiyaning Shimoliy Atlantika alyansi davlatlariga hujum qilish niyati yo'qligini bir necha bor ta'kidlagan.
Biroq NATOning bir qator davlatlari rasmiylari va razvedka xizmatlari Moskva hujumga hozirlik ko'rayotganini aytmoqda. 2025-yil 12-16 sentyabr kunlari Rossiya Belarus bilan hamkorlikda Zapad 2025 strategik harbiy o'quvini tashkil etdi. Harbiy razvedka bo'yicha tahlilchi Rebecca Koflerning yozishicha, Rossiya armiyasi mazkur mashg'ulotlarda taktik yadro qurolini ishga solishni ham mashq qildi. Jarayonga harbiy forma kiygan Putin boshchilik qildi. Ta'kidlanishicha, Rossiya ham G'arb ham yadro urushini istamaydi. Ammo tobora qaltis tus olayotgan vaziyat yadro urushi ehtimoli har qachongidan ham kuchliroq ekanidan dalolat beradi. Turkiyada otasi AQSh prezidenti Donald Trump ekanini da'vo qilgan ayol u bilan uchrashuv tashkil etishni so'radi. Bu haqda Xabar 7 portali xabar berdi. Turkiya fuqarosi Nejla Uzmin buning uchun AQSh elchixonasiga so'rov yuborgan. AQSh yetakchisi 7-8-iyul kunlari NATO sammiti munosabati bilan Turkiya poytaxtida bo'lish kutilmoqda. Men xatni AQSh elchixonasi orqali yubordim. Chunki men otam deb hisoblaydigan odam bilan uchrashmoqchiman, dedi Uzmin. U Trump Turkiyada bo'lgan vaqtda u bilan shaxsan gaplashib olishdan umidvorligini aytdi. Nejla Uzminning ushbu hikoyasi Turkiyada bir necha yil oldin ochiqlangandi. 56 yoshli ayol 2021-yilda o'zining biologik otasi Trump ekanini da'vo qilib, otalikni aniqlash uchun sudga murojaat qilgan. Uzminning so'zlariga ko'ra, onasi u tug'ilishidan oldin amerikalik tadbirkor bilan chet elda bo'lganida tanishganini aytgan. Biroq bu voqeani uzoq vaqt sir tutib kelgan. Ayol bir necha bor DNK ekspertizasi o'tkazilishini talab qilgan. U hech qanday moddiy maqsadlarni ko'zlamasligi, faqat o'z kelib chiqishini aniqlash va Trump bilan uchrashishni xohlayotganini aytgan. Shu bilan birga ayol o'z da'volarini tasdiqlovchi hech qanday dalil taqdim etmagan. Trumpning o'zi va uning vakillari bu bayonotlarga ommaviy ravishda munosabat bildirmagan. Turkiya sudlari esa Uzmin versiyasini tasdiqlovchi biror qaror qabul qilmagan. Ukraina o'z qahramonlarini o'zi tanlaydi. Zelenskiydan keskin bayonot. Ukraina Konstitutsiyasi kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida Zelenskiy mamlakat parlamenti Oliy Radaga Ukraina milliy qahramonlar panteonini tashkil etish to'g'risida tashabbus kiritganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, turli davrlarda Ukraina uchun kurashgan, mamlakatga ilhom bergan barcha qahramonlarning ismlari ushbu panteonga kiritiladi va davlat tomonidan yuksak ehtirom bilan abadiy tarixga muhrlanadi. Bizga qanday yashashni, qaysi tilda gapirishni, kimni sevishni, kimdan minnatdor bo'lishni va qaysi qahramonlarni e'zozlashni hech kim ko'rsatmaydi, dedi Zelenskiy. Bu bayonot Ukraina va Polsha o'rtasida yuzaga kelgan diplomatik mojaro fonida aytildi. Mojaroga Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlarining bir bo'linmasiga OPA qahramonlari nomi berilgani haqidagi qarori sabab bo'lgan. Varshavada mazkur qaror keskin tanqid qilindi. Polshada Ukraina qo'zg'olonchilar armiyasi birinchi navbatda Ikkinchi jahon urushi yillarida sodir bo'lgan Valin qirg'inlari bilan bog'lanadi. Polsha bu voqealarni rasman polyak xalqiga qarshi genotsid sifatida tan olgan. Mojaro ortidan Polsha prezidenti Karol Nawrotskiy Zelenskiyni mamlakatning oliy davlat mukofoti Oq burgut ordenidan mahrum qildi.